Assalomu alaykum do'stlar. Ko'pchilik so'rayapti, savol beryapti. Termometr nima u, qanaqa ovqatdan topsa bo'ladi deb. Endi Rossiyada hamma yoqda topsa bo'lar ekan, hamma onlayn marketlarda bor, topsa bo'ladi. Biz mana oldik, ataylar yangi, bizda o'zimizda bor, zapaska 860 rublga oldik. Mana ko'rinish shunaqa. Ochib sizlarga ko'rsatib beraman mana. Mana diapazoni 50 gradusdan 400 gradusgacha, plusgacha ko'tarar ekan. Bizga shu 250 bilan 280 gradus orasida, даже 230 dan 280 gradus orasida nonni pishirganimiz uchun bizga bo'laveradi. Buni ochishi bunaqa bo'ladi mana. Bu yaqinroq ko'rsating aka. Yonidan ochiladi mana. Ruchkasi ochiladi-da, qo'yiladi. Bo'ldi. Tayyor, ishlar. Ko'rsating nima ko'rinsin. Mana xamirda buni infrakrasniy termometr deydi, o'zbekchasiga qizil nurlik termometr deydi. Mana qizil nuri tushdi. Tushdi ana xamirimiz 25 gradus ekan. Hozir Sergeyning ham peshonasini o'lchab qo'yamiz. Может, temperaturasi pastdir. Bolani cho'ta nima qilyapti? Ha, 34 gradus ekan, jicha temperaturasi past bolani. Men sizlarga tandirda o'lchashini ko'rsataman. Mana tandirda olyapmiz, mana yopyapti, hozir aka tayyor. Mana 220 gradusda yopyapti. Boshida. Tandirimiz mana oppoq ko'rsalaring bo'ladi. Nonni ham bitta olib ko'rsak bo'ladi, necha gradusda ekan? 87 gradus ekan hozir nonnimiz issig'i. Yonida betonini olaylikchi. 130 gradus ekan. 214 gradus ekan. Bu tandirimizda esa 150 gradus bo'lib qolibdi. Jicha sovibdi o'sha. Nonni yopilganini hisobiga, nonni o'zini sovug'ini hisobiga. Voqejon kerakli narsami bu? Yo'qmi? Mana sizni 15 yillik tajribangiz bor. Kerakmi? Narsa ancha ishni tezlashtiradi. Foydasi bor bu narsa. Ko'pchilik hali tandirda havosini olishni bilmagan, u Navoiy bas deydi-yu, bizda bir 50 tacha Navoiy ishlab ketgan 3 yil ichida ustozoda Navoiylar ham kelganda boshida adashishgan, havosini olish uchun juda qiynalib ko'p nonlar kuydirib olishgan. Termometr bo'lsa bittada tushib ketadi, xudo xolasa ishlar yurib ketadi. Yangi boshlaganlarga asobinni vashi kerakli narsa deb o'ylayman. Nimalarni rasmlarini qo'yib qo'yamiz, shuni ko'rib shuni zakaz qilardirsizlar ham.